Hamdon hamda Otabek Shukur. Qirg'izistonlik hakam kichik qur'a tashlash jarayonini o'tkazib olmoqda. Birinchi bo'lib ikkinchi tepa. Venesuela teparkan. Shu birinchi tepsak yaxshi edi, mayli. Abduvohid Ne'matovga shunaqa penaltilar seriyasi nasib etyapti. Va menimcha hozir tepada ham Ne'mat. Boya murabbiylardan biri biroz Bosim yo'q, tabassum bilan bosim qarshi yo'q, oldi. shunaqa ham qilish kerak. Husanov doim pozitiv, doim kulib yuradi. Abduvohid kuchli penaltini qaytarib tashladi. Ikki jamoa darvoza